Assalomu alaykum. Shtampil arzon ko'ylak so'raganlar uchun narx-navlari Optimga 40 ming chiqyapti. Mana shtampildan bo'lgan bular hammasi tepa-past holatdagi narxi bu. Rasvetkalari o'ta ko'p, xilma-xil rasvetkalar. Hozircha rasvetkalarimiz shular bor, tepadagilari. Bular ham bu fasonimizni ham narxi bir xil. Fasonimiz barag'i ham bor, barag'i sal boshqacha qilib baraq qo'yilganlari, hammasi xullas bir xil. Oldinlar tugmali, tugmalari ochiladi, prosta fason emas. Ochilib yopiladigan tugmali. Shu holatiga 40 mingdan qilib beramiz. Telegramga o'tib zakaz turaverasizlar. Shtampil yursa kiradi, konkretni kiradi. Kirmaydi deb sotmaymiz. Arzon shtampil yana yetmaganiga. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'tasizlar, rasvetka qilib, xilma-xil qilib, misol uchun pachkada 10 ta oladigan bo'lsalar, 10 tani 10 xil qilib jo'natib beramiz. Rasvetka bo'lsa bo'ldi. Kim bu rasvetkalar Telegramga o'tib zakaz qilib 2 kundan ko'rsalang, bular bo'lmasligi mumkin. Yangilanadi. Biz endi Optim bo'lganligi uchun tez-tez yangilanadi. Gruppamizda yana boshqa narsalar bor, juda ko'p. Asha atrofda hamma narsalar bor. Xudo xolasa Telegramga o'tib zakaz turaverasizlar. Telegram kommentariyada, opisiyaniyada bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi bozor.